Moshenniklardan yoki mana shunaqa qanaqadir bot, o'yinlardan pulni qaytarib olishga ko'pchilik ishonmaydi. Lekin mayli bajarib ko'ring, ya'ni bajarib ko'rasiz, qaytarib berayotganini tasavvur qilish. Nimadir bo'lib qaytarib berayotgan. Bular hammasi Xudodan-ku, ya'ni agar bermaydi, bo'ldi, voz kech, odamlar masalan aytishi mumkin, hech kimga bermadi qaytarib umuman qaytarib bermasligi, qaytarib bermasa odam ham qaytarib bermaydi. Kimgadir pul beramiz, u ham qaytarib bermaydi. Chunki bu bizani o'zimiz bilan ketayotgan holat, vaziyat, munosabat hisoblanadi. Biz pulda xato ketaversak, u odamlar bizga pulimizni qaytarib bermaydi. Shu sababli to'xtovsiz tasavvur qilish va faqat ishonish Xudoga. Ya'ni u odam, u bot, u o'yin emas, Xudodan, Xudo hal qilib bera oladi. Shunda yo sizga bemalol pul keladi, qarzingizni yopa olasiz, u qarzingizni, yo o'zi qaytib keladi, yo nimadir bo'lib yaxshilikka hal bo'lishni boshlaydi. Tushunarlimi? To'xtovsiz, mana masalan, o'sha joy pulingizni qaytarib berayotgan, qaytarib tashlagani shuncha summani, shuni tasavvur qilish.